Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli Shopperlar kanali obunachilari. Bugun biz Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi mashina bozoriga yetib keldik. Birinchi mashinamiz mana shu Spark bo'ladi. Hozir mashinaning to'liq tavsifini egasidan so'rab olamiz. Aka, mashinangiz yil necha ekan? 17 aka. 2017 avtomat korobka. Probegi nechta ekan? 152. 152 ming. Kraska petno joylari qayerda? Toza. Top toza. Rasxodlar qayerda bor? Rasxod chaqa chuqurlar bor. Chaqa chuqurlar bor. Xo'p, tuninglari bor ekan, bar avtomat korobka. Tag rulimiz. Tuning, Mercedes reflektor. Gansiya obshivkalar. Metan balonlari bormi? Benzinli. Benzinni qancha yapti? 8 ta balonlarimiz yangi ekan. Mashina kraskalari yaxshi. Oynalarimiz mana. Amirovkalar bor ekan. Narxi qancha ekan buni? 6,5 kam bor. 6,5 ming kami bor. Telefon nomerini aytib yuboring. To'rtlik 408 408 98. 408 98 98. Kimga yoqqan bo'lsa do'stlar, telefon gaplashasizlar. Orqada mana zadniy kameralarimiz ham bor ekan. Lenovo. Keyingi mashinamiz mana shu Lacetti bo'ladi. Mashinangiz haqida qisqacha ma'lumot berib yuborasizmi? Yili probegi 2009-yil chiqqan. 2009. 295 bo'lyapti. 295 ming probeg. 3 kun bo'ldi, yangi motor qilindi. Nima bo'ldi deysiz? Yangi motor qilindi. Aha. Chorshanba kuni chiqardim. Yangi motor qilib. Hammasi blokdan tashqari ichi polni yangi bo'ldi. Aha. Kraska petno joylari qayerda bor? Endi kraska chaqa chuqurlari bor. Chaqa chuqurlar bor. Udari bo'lmaganmi? Yo'q. Oldi orqalar butun. Metan gazi bor. Aha. Metan gazlari bor. 8 bo'lyapti. 8. Motor korobka hadoyi rasxodlari yo'q. Hammasi yangi qilingan. Korobkani ham yangi qo'ydim. Haligi chiqarib ichida bijonoylar bo'lgan ekan. Yangi qo'yib. Qarich, yurishda qalbisi yo'q. Yurishda muammosi yo'q. Bossa tortadigan mashina. Bitta zapravka bilan qancha yuryapti? Bitta zapravka bilan kamida 250 oshib turadi. 250 dan oshib yuradi. Xo'p. Oldi orqasini ko'rsatib olamiz. Metan balonimiz ham bor, undan tashqari mana yana joyi ham bor. Hop. Ya bu yerlarda plombalar turibdi. Saklyopkalari. Oladigan odam yana kelib tekshirib oladi. Ha, o'zlari kelib tekshirib oladi. Buning narxi qancha ekan? 6,000 so'rayapti. 6,000 so'ralyapti. Motor yaqinda qilingan. Motor 3 kun bo'ldi chiqqan, chorshanba kuni kechga chiqqan. Polni kapремонт bo'lgan a? Blokdan tashqari ichi hammasi yangi qo'yildi. Vau. Bu yerlar ham zaklopkalar turibdi. Umuman yorilgan joylari yo'q ekan. Hop. Hadi yopib qo'yavering. Bozor qancha qildi buni? Bozorga variantga so'rayapti. Variantga so'rayapti. Konkret aniq narxi yo'q, variantga so'rayapti. Ozgina shu balonni rasxodi bor ekan bo'ldi-ya. Ha. Bittasi oldi balonni rasxodi bor ekan. Telefon nomerini aytib yuborasizmi? 97lik 97lik 418 418 6502. 6502. Do'stlar, kimga yoqqan bo'lsa telefon gaplashaverasizlar. Hop, keyingi mashinamiz mana shu Nexia 1 bo'ladi. Bu mashinangiz yili necha ekan? 2005. 2005. Motor korobka hadoylari qanday? Hammasi garantiya.
Hammasiga garantiya. Suyagicha oldi orqalari butuni. Oldi orqalari butun. Mashina seri kraskada yaltirab turibdi. Hop. Old tomonga keladigan bo'lsak. Motorimiz Sons motor. Gemoroylari yaxshi. Bemalol haydasa bo'ladi. Balonlarimiz orqa yangi, oldi sredniy. Probegimiz qancha edi? Probegimiz 179 ming. Ko'rsatyapti. Narx qancha ekan buni? 3-4 deyapmiz, variantlar bor. 3-4. Naqdga qanchaga beraverasiz? 3 ga. 3000 ga naqdga beriladi. Variantga qancha berish kerak boshiga? Yuqoriga qarab 1000, 1,5 ming. 1000, 1,5 ming bilan variantga chiqib ketadi. Telefon nomerini aytib yuboring. To'rtlik. 4lik 421 75 04. 421 75 04. 75 04. Hop do'stlar, kim yoqolsa telefon gaplashaverasizlar. Nexia bir kishi bozori bo'lsa, videoni ulashib qo'yamiz. Orqalar hammasi zavodskiy zaklep. Hop, keyingi mashinamiz sizlar Nexia 2 bo'ladi. 2015 ekranlar. Benzinde gaz qo'yilmagan. Hamma yog'i yangi ekan. Yo'q, hech turtilgan joyi yo'q. Mashinaning oldi orqa hamma yog'i butun, petnosi ham yo'q ekan. Probegimiz 72 ming. 72 ming. Mashinada hech qanaqa rasxoti ham yo'q. Olinadi, miniladi. Kraskamiz delfin rang. Mana zapaskasi, mana yangi hali hech qanaqa. Bo'ldi, mana mashina yangi bo'lib turibdi. Bu narx qancha ekan? 6 ming narx aytdim. 6 ming narx. Qanchaga tushirib berasiz endi? Klient 5 ming qilib turibdi hozir hardanlar. 5,5 narx bo'lsa sotaman deb aytdim men ichiga. ha, bo'ldi. 5 mingga savdo qildi, 5,5 ming bo'lsa berib yuborar ekan. Xo'p. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 95lik 008 72 03. 72 03. Kim yoqolmasa do'stlar, telefon gaplashaverasizlar. Bo'ldi. Mayli, rahmat.